Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana 13-fevral. Boya quyosh bor edi. Hozir yana quyosh yo'q, bulut. O'shanda ham boshqalarida ishlamoqchi edim. Bittasida ishlayman hozir. Va ungacha sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mana bu paket degan qutilar bor. Paket, ya'ni arilarni sotish uchun, ko'chirish uchun. Hozir o'shani ko'rsataman, sizlarga ozgina tushuntiraman. Nimaga kerak, qayerdan olsa bo'ladi, narxlari qanchadan. Ana shuni ismi paket. Paketnik deydi, paketni quti deydi. Bunda 4 ta romka bu yerda bo'ladi. Bitta alohida o'yla, bu yerdan kirib chiqadi. Va 4 ta romka bu yerda bo'ladi. O'zi ari sotishda 4 romka ari bilan sotiladi. Ichi har xil bo'ladi, kelishiladi. Bitta asal, 2 romka tuxum, bitta bo'sh romka sush. Mana shunaqa kelishilishi mumkin yoki boshqacharoq. Shu kelishuvga qarab narxlari taxminan 200 hozir narx yo'q. Shu taxminan 300 mingdan boshlanib 600 ming so'mgacha bittasi, bitta oilani narxi shunaqa. Shu 300 mingdan 600 minggacha bu yerda bo'ladi. Bitta oila bu yerda, ya'ni bittani shu paketnikka ikkita oila ketadi. Bu nima uchun yaxshi? Mana qaranglar. Setka. Bu yeri ham, u yeri ham setka, ham ochiq. Bu uzoq yo'llarga borishga yaxshi. Mana masalan Rossiyagacha ham boradi bu paketniklar. 4 ramka qo'yiladi, ustiga bitta baklashka, hozir aytaman. Machalka qo'yiladi, machalkaning ustiga baklashkani ozgina teshik qilishadi, o'sha suv tomizib turadi. Mana shunaqa qilib uzoq yo'llarga jo'natsa bo'ladi bu paketnikni. Bu paket narxi minus 50 ming so'm. Bu o'zi vodiyda chiqyapti. Vodiy tomondan bu narsani ko'p ishlab chiqarishadi. Mana shunaqa oddiy, lekin juda yupqa material, lekin puliga yarasha va ham arzon, ham juda kerakli narsa, juda yengil, chidamli, shunaqa zo'r narsa. Endi hozir nasib bo'lsa mana bu yerda bitta oila bor. Mana shunda bir ishlamoqchi bo'lib turibman. Birgalikda ko'rasizlar. Tak. Hozir ana shuni kraskani qutisi og'ir. Buni buni ustiga qo'yganman. Suv tegmasligi uchun, yomg'ir suvdan himoya. Xo'p, bu yer bir kun qattiq shamol bo'ldi. Boyagi tushib qolgan, ustiga ozgina yomg'ir ketgan. Bu endi ozgina shimgan. Ochilishi, yopilishi qiyin bo'lyapti. Tak, bu yerda bitta arilarni ko'raylikchi. Jahl qilmanglar. Yaqinda sizlarga asal beruvdim. Tak, kelishamiz. Bismillah. Qani. Jahl qilmanglar. Tak. Instrumentni olish esdan chiqibdi. Instrument bilan ishlasa yaxshiroq edi. Mayli. Hozir ichini ko'rsataman sizlarga. Propolis qilib tashlagan buni. Zo'rg'a tortib olyapman bu romkalarni. Tak, onasi shu yerda bo'lmasa agar yaxshi edi. Tak. Onasi bu yerda emas.
Tak. Bu asalni berganimda bitta narsa bo'libdi. Ichida ozgina asal to'kilgan. Hozir ko'rsataman. Ana shu yerda asal to'kilgan. Ko'ryapsizlarmi? Ana shuni hozir tozalab olishim kerak, bo'lmasa hamma arilar yopishib o'lib ketadi. Shunaqa arichini ishi shu, faqat tekshirish kerak, bo'lmasa hamma arisi o'lib ketadi. Tak. Bo'lmasam men ketdim. Buni tozalaydigan bitta narsasi bor, o'shani olib kelaman. Yomg'ir boshlanib ketdi-ku birdaniga. Tez buni tozalab tashlash kerak. Tak. Ana bechora ari ho'l bo'ldi. Xudo xolasa. Quriydi. Yomg'ir kelgani yomon bo'ldi-da. Kutmagandim yomg'ir kelishini. Arilar uzur. Tez joyiga qo'yish kerak. Tak. Bitta qo'ydik. Ikkinchisini ham qo'yamiz. O'zi kuchsiz oila. Onasi kech tuxumga kirdi o'tgan yili, shu bilan hali bor kuchini bu yil ko'rsatadi nasib bo'lsa. Tak. Yopil. Ana yopildi. Bunday qilamiz. Tak, shu bilan ish tugadi.